Aytın. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida Eltekisning yonida gilam yuvishning o'sha zdaniyaning ichida mana ishlab chiqish zavod ishlab chiqish yo'lga qo'yilibdi. Ko'rasizlar, mana zavod har xil ranglarda, har xil figuralarda, har xil ranglarda bo'ladi. Tayyor. Yana qarang, yana nimadir. Shlakabuloqdan arzon tushadi. Bu zavod hisob kitobini qilganda Shlakabuloqdan ancha arzon tushar ekan. Buni 2 kvadrati ostonovkasi bilan birga 400 minglardan aylanar ekan 2 kvadrati. Yo'q, 2 kvadrat emas, 4 kvadrati 200 minglardan aylanar ekan. 400 minglar. Kvadrat 100 mingdan qarorchi. Kvadrat 100 mingdan aylanar. Ostonovkasi ne? Ostonovkasida ichida endi boshlashdi, xudo xolasa Ellikqal'aga yangilik. Shlakabuloqlar ham bormi holaman desang? Shlakabuloqlar, zavodlar. Yangilik mana. Mana. Mana har xil figurada. Свежий. Свежий, я не чую, я не. Пиш jarayoni. Sizlar tushunamiz. Olmay. Yaxshimisiz? Pish jarayoni. Ha? Mana pish jarayonini ko'rsatib beramiz. Там говорят вам. И мне нравится, что делаю и качаю сам. Pish jarayonini kuzatamiz. Boshladi. Bismillah. Usta ya. Ha, hava soğuş kerak ekanda. Shuni sal kattaroq bir narsa qo'ymoqchilarmi? Mana. Ha.
tayyor. Kelaverasizlar. Adresni yana bir marta tushuntiraman. Bo'ston shahri, Ellikqal'a tuman Bo'ston shahrida Bo'ston Beruniy yo'nalishida Eltex'ning yonida gilam yuvish zdaniyasining ichida mana kelaverasizlar. Telefon nomerlarini opsioniyaga qoldiramiz. O'ktanbek deb kelaverasizlar. Bo'ldi. Dastlabki xizmatlar ham bor. Dastlabki xizmatlari bor. Shilakablok qanchadan bo'libdi? 5000 danmi? 5,5 ming. Shilakabloklar narxi qancha? Shilakabloklar 5,5 ming. Shilakabloklar qalin po'choqli. 3 qabirg'ali. Mana deb reklama etib ko'tarib tashlab sinadi-ku. Bu sinmasa kerak. Ha? Endi shilakablok bari sinadi. Tashlasa sinadi. Sinadi, shilakablok va karkazni emas bu. Kelaverasizlar. Aliterda aytdik. Eltex yana. Kelishtirib beraveradi. Ishlarga omad, hammasi uylaringizda shunaqa zaborlar bo'lish kerak. Sog' bo'lasizlar.